Короче, ko'p gapirmasdan mana shu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, TDMda jigaringizni minimum 2 kilo ko'rasiz. Chunki bu videoda men sizga oltinga teng o'qitib beraman. Bu momentda protivnik konteyner orqa tomonda turibdi. Men uchun eng ideal tanlov bu korobkaning ustiga chiqib, tepadan raqibga push qilish bo'ladi. Eng qizig'i, videoni shu yergacha ko'rib, hali ham like va obuna tugmasini bosib qo'ymadingiz. Uyatmasmi jigarim? Hali ham shodamisiz? Yaxshi, unda keyingi momentlarni ko'rishda davom etamiz. Bunaqa momentda meni xato qilishga haqqim yo'q, o'shaning uchun o'ylab ko'raman. Birinchi o'rinda protivnik konteyner tepasida menga push qilar, o'shaning uchun tepaga pref qilib otib turaman. Naushniklarimga quloq soladigan bo'lsam, protivnik menga chap tomondan push qilmoqchi, o'shaning uchun bor e'tiborimni chap tomonga qarataman. Va kulminatsion nuqta, yaxshilab e'tibor beramiz, ikkinchi marta ko'rsatmayman. Bunaqa taktikalarni sizga hech kim o'rgatmaydi. Agar tushunmay qolgan bo'lsangiz, mayli, ikkinchi marta sizga mana shu momentni analiz qilib beraman. Qaranglar, yaxshilab e'tibor beramiz. Bunaqa momentda uron yegandan keyin ko'pincha protivnik yo qochib ketadi yoki molday push qiladi. Biz 3-variantni tanlaymiz, ya'ni tepaga sakraymiz. Va tepaga ham chiqib oldik va ko'pchilik savol berishi mumkin. Aka, nimaga aynan chap tomonga otib turdingiz deyotganlar uchun 90% ig'roq chap tomondan chiqadi. O'shaning uchun chap tomonga pref otib turishimiz kerak bo'ladi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu sizga oddiy tuyulgani bilan menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Agar kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib ketishingiz mumkin.